Wang Ho'nun efendinin bütün ömrü degizek, Jungo'nun geopolitikалық siyasının rekabetçi Amerika'nı küzüşülen ötken. Devamı. Wang Ho'nun Prezident Trump dep kelip atkan Jungo bilen bulungan soğudu uruşu rast mı? Yalgan mı? Bilişni ümit kılattı. Şirket başları bu toğırda Aksaray'a gep yetkizip bir elemdi yok. Bu sahada Wang Ho'nun öz aldığa hareket kılalmaydı. New York vaqt giz xabar qilib mundaq ko'rsat. Javob olmoqchi bo'lgan bir qancha nafar kishi mundaq deydi. O'tgan bir necha oy ichida Jungoning huquqli odamlari hammasi Rais Xi Jinpingning do'stlari, Amerika bilan uzun muddat uchrashgan, tajribaga erishgan, ular keng ko'lamda temsiqlab, aniqlab Prezident Trump'ni chuqur tushunishga uringan. Shu orqali Prezident Trump'ning qarishilishish xarakterlik siyosiy siyosatiga taqobil turmoqchi bo'lgan. Devletning ma'mur raisi Wang Qishan o'tgan bir necha hafta ichida Amerika savdo sanoat sohasidagi doira va minister darajalik Amerika amaldorlari bilan uchrashib, ulardan Prezident Trump'ning savdo masalasi o'tirg'i chiqarib atgan tahdidlar to'g'risida savollar so'ragan. Iqtisodni moslashtirishga mas'ul Jungo Kompartiyasi siyosiy byurosining a'zosi Liu He ham o'xshash ish bilan shug'ullangan. Amerikada uzundan buyon Jungo masalasini tadqiq qilib atgan bir olim mundaq deydi. O'tgan 2 hafta ichida Jungoning 5 nafar yuqori darajalik amaldorlari uni izlagan, uningdan fikr olmoqchi bo'lgan. Demak, navbatda Jungo davlat rahbarlari hozir Amerikada munosabat to'g'ri izlayapti. Amerikada munosabat doirasi izlayapti. Bu Jungo rahbarlari Amerikada lobbichilik qilmoqchi yoki Prezident Trumpning Jungo siyosatini, navbatdagi Jungo siyosatini mushalar orqali o'zgartirish urinayotdi. Buning Wang Ho'ning va boshqa kishilarning kelib qatnashganligi qaraganda haqiqatan Jungo hukumatiga Prezident Trump sirliq bo'lib ko'ringan. Bu uchrashuvlarda barliq Amerikaliklar ogohlantirib mundaq degan. Mesela aşılar uchrashgan Amerikaliklar ogohlantirib mundaq degan. Prezident Trumpning Jungodan og'irlish masalasiga astoydil muomala qilishinglar lozim. Chunki Washingtonda siyosat sohasida barliq kishilar Jungoning siyosatlariga umumyuzlik sabr taqat qila olmadi. Diqqat vatandoshlar. Chunki Washingtonda siyosat sohasida barliq kishilar Jungoning siyosatlariga umumyuzlik sabr taqat qila olmadi. Bo'libmi Jungoning 300 milliard dollar mablag' selib Jungoda yasaldi 2025 planini yo'lga qo'yib, xalqaro fan texnika sohasida zo'migarlik o'rniga erishmoqchi bo'lganligidan iborat bu ish yuqorida so'zildi. Amerika davlat bexatarligi tarmoqlarini cho'chitish kelib keldi. Bizning yo'q. Başta Johnson fan texnika şirketini hozir Amerika Qo'shma Shtatlari jazoladi deydi. Shunaqmi? Hamda mayatnim deydi. Ogohlantirish berguchi Amerikaliklar, masalan, Jungoliklar bilan uchrashgan Amerikaliklar ogohlantirish bir nima deydi? 2025-yil planini yo'l qo'yib, xalqaro fan texnika sohasida Jungo zo'migarlik o'rniga erishmoqchi bo'lganligidan iborat bu ish Amerika davlat bexatarligi tarmoqlarini cho'chitishga boshladi. Bu uchurlar Rais Xi Jinping yetib bordimi yo'q? Bu uchurlar yetib borgan bo'lsa, o parvo qilmay qo'ydimi? Yoki u hukm qilib Prezident Trump Jungoni qo'rqitish qiyofatiga kirib oldi. Amerika o'tgangiga o'xshash jiddiy paytda chekinadi deb hukm qildimi? Yana bir xabar. Amerika Yaponiya davlat boshliqlari uchrashdi. Buningda Kim Jong Un asosli rol olg'uchidir mavzuli xabar 4-oyning 17-kuni Fransiya xalqaro radio stansiyasi Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Ondan Van Metor betiga ko'chirildi. Xabar mundaq boshlandi.
Yaponiyanın vaziri Shinzo Abe 4 ayının 17 günü tushdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtatiga yetib kelib, Amerika ziyoratini boshlaydi. Vazir Shinzo Abe Prezident Trumpning ko'lbo'yi oromgohida 2 kun turdi. İki rahbar 3 qitim suhbatlashdi. Markaziy suhbat temasi Chavshan masalasi va Kim Jong-un. Amerika Chavshan suhbati 5 ayının oxirida 6 ayının boshlarida o'tkazildi. Kyoto agentligi munda xabar qildi. Vazir Shinzo Abe 4 ayının 17 günü tushdan keyin Florida Prezident Trumpning oromgohiga kelib, Prezident Trump bilan suhbatga o'tirdi. Ondan keyin yuqori darajalik amaldorlar qatnashgan yig'in o'tkazildi. Oqsaroyning bayonotchisi Sara Sanders 1-nomerlik aeroplanda mundaq dedi. Bu qatimqi muhim suhbat Amerika Chavshan yuqori darajaliklar uchrashishiga tayyorlik qilish xizmati to'g'risida muhokama elib berishdan iborat. Prezident Trump bilan Kim Jong-un qaysi davlat suhbat o'tkazdi? Konkret vaqti qachon? Ko'lami qanchalik? Texi bu maxfi. Shinzo Abe bilan Prezident Trumpning suhbati oxirlashgandan keyin tashqari dunyo ko'proq uchurga erishishi mumkin. Yana bir xabar. Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreya suhbatlashdi. Tinchlik kelishimi imzolashni takrorlaydi. Mavzuli xabar 4 ayning 17 kuni 4 ayının 17 günü Dongwang'da e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Janubiy Koreyaning prezidenti Moon Jae-in va Shimoliy Koreya boshlig'i Kim Jong-un o'ttirisidagi qiziq liniya telefoni 20 kuni ochildi. 2 nafar rahbar uchrashish tayyorlayotgan bir paytda Koreya matbuotlari xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. İki taraf parlamentning a'zolari tinchlik kelishimi imzolashni so'zlashyapti. Chegara g'ayri-harbiy ishlar oyini amaldan qoldirdi. 1953-yil Ikki Koreya urush to'xtatish kelishimi imzolagan. İki taraf yanala urush holatida turibdi. Koreya madaniyat gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Koreyaning parlament a'zolari va Shimoliy Chavshanning yuqori xalq vakillar qurultayi a'zolari birlashma bayonot e'lon qilishni tinchlik kelishimi imzolash masalasini maslahatlashyapti. Bu yerda demak hozir navbatda Koreya bilan Chavshan o'rtasida yaqin 4 ayning 20 kunlik suhbatda tinchlik kelishimi imzolash bu katta ish bo'ladi, apandilar. Bu katta ish bo'ladi.